nafaqat ota-onamizning umrlari ham o'sha ko'zlar ko'rgan dalalarda o'tgan. Qolaversa o'sha ham qishloqlarimizni ham umri mana guvohi bo'lgandirsizlar, hammalari shu daladan vaqtlari bo'lib, shu tomonlarga kelib ozgina dam olishga vaqtlari yo'q. Sizni hozir teletomoshabinlar tushunmasligi mumkin, sizni Shohmardonda deyishgandi. Biz Oxunjon Madaliyevni shu yerda uchratdik. Bugun bir ikkita do'stlar bilan bir aylanib dam olib ketmoqchi bo'lib chiqqandik. Siz hozir qishlog'ingiz, ham qishloqlaringiz haqida mehr bilan, muhabbat bilan gapirishingizni eshitib turib, yana bir narsa xayolimga keldida, menimcha odam qay darajada tanilmasin, qay darajada mashhur bo'lmasin, uni avvalo taniydigan, avvalo tan oladigan o'zini yurti, o'zini joyi bo'lsa kerak. Shuning uchun ham siz shu ham qishloqlaringizni yaxshi ko'rsangiz kerak. Siz albatta menimcha bu qo'shiqchilikka bizni meni yetaklagan shu menimcha shu mehnatkash xalqimiz deb o'ylayman, chunki meni ham boshimdan shu kunlar o'tgan, yoshlik davrimizdan shu dalalarda o'shetlarga paxta terib, qurtlarga bag olib kelib, mana shunaqa o't tashib, shunaqa bo'lib kunlar o'tib, menimcha shuning uchun Bobo dehqon, Muhammad Yusuf she'ri bu o'ylaymanki shu